Sankt-Peterburg Qarshi yo'nalishdagi 640-sonli aviareys bilan Qarshi xalqaro aeroportida parvozni yakunlagan Barno O'rolova belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi, deb xabar berdi Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati. Nazorat jarayonida Barno O'rolovaga tegishli Samsung qo'l telefoni xotirasida O'zbekiston Respublikasi hududida olib kirilishi taqiqlangan 31 dona hayosiz mazmundagi videolavha borligi aniqlandi. Shuningdek, Barno bilan birga parvoz qilgan Surxondaryo viloyati Termiz tumanida istiqomat qiluvchi Asila Sanayevaning ham qo'l yuklari xolislar ishtirokida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi asosida bojxona nazoratidan o'tkazilganda, deklaratsiyada ko'rsatilgan Alcatel markali qo'l telefoni va unga o'rnatilgan xotira kartasida O'zbekiston Respublikasi hududida olib kirilishi taqiqlangan 72 dona hayosiz mazmundagi video lavha saqlab kelinganligi ma'lum bo'ldi. Yakunda fuqarolar Barno O'rolova hamda Asila Sanayevaga nisbatan sudning qarori asosida 449.325 so'mdan jarima jazolari tayinlandi. Ashyoviy dalil sifatida olingan qo'l telefonlari nopok materiallardan tozalanib, davlat egaligiga o'tkazildi.